Xo'sh, mana shuni aytib qo'ydi uyda adashmasam, tak. Hozir. Ana yaxshi. O kim ekan bu? Hech kim yo'q ko'chada. Mayli. Aytib qo'y. Sen kimsan? Ko'p gapirma, mashinaga chiqyapman. Mashinaga chiqmayman, bor yo'qol. Chiq deyapman mashinamga. Chiqmayman. Chiqasan deyapman, chiq tez. Iflos, qayerdan keldingsan? Voy, qayerdanman? Tushunmadim. Voy, boshim yomg'irotdi o'zim. Oxirgi marta nima bo'lgan edi? Eslashga harakat qilib ko'rishim kerak. Oxirgi marta meni kimdir nima uribmi yo, короче, mashinasiga xullas, mashinasiga qamab olib ketgani men haqqidir. Voy, iflos. Qanaqa joylarda mana onasini ham qayerdan chiqib ketsam bo'lar ekan. Tak. Bu narsa ham yo'q. Qani, stop. Tak. Voy. Yaxshi. Kameram yoniga kelmaydi. Salomlashib qo'yib. Qo'y barchaga salom bo'ldi. Sizlar bilan men yana o'shani aytib qo'yib, vaqtinchida biz yangi video roligimizga xush kelibsizlar. Va bolalar, mana bugun ertalab kimdir o'g'irlab ketdi. Mana bitta bunaqa narsalar bor. Xullas kimdir o'g'irlab ketdi. Короче, men bu mashinada mashitga olib kelib tashladi. Nima qilishadi? Men o'g'irlab, men ularga hech kim, men banditligi nima ziyon keltirdim, voy. Men qanday qo'yishdi? Men bitta ochsa bo'lar ekan. IQ'si past bo'lishgan shekil. Stop. Nimadir qilmasam bo'lmaydi. Uyimni qayerdan topib boraman? Telefonim yonimda ekan. Qani? Okey. Tak. Hop, menga orужие kerak bo'lishi mumkin, chunki u bosqinchilar hozir uyimda bo'lishi ham mumkin. Tak. Shu uchun hozir mashinaga borsam, chunki hech nima qila olmaydi. Так, shitta qildi, okey. Hop, если что, bitta pistolet ham olg'ay. Ortiqchani qanday zarar yo'q. Hop, bu yoqda hech kim yo'q. Deyman, men bitta kimdir majburlab olib kelib masjidga aniq qildi. Endi okey, ko'ramiz. Tak. Mana qishloq. Hop, okey. Mana ekan-ku men uyim. Uyimda mebellar yo'qmi? Sen qani sekin kirchi. Hop. Bu mebellarim qani meni? Tak. Voy, ortyapsanmi? Nightboy keldi. Nightboy, sen bizni qayerdan topding? Tasha qurolingni iflos. Sen nima unaqa olib ketib qolding? Mana o'qityapti o'zi. Turmam yo'q. Turdim masjidga. Bo'ldi, tegma. Sen deb bo'ldi o'zi. Yo'q, sen deb. Masjidda turlaring. Hozir qaralaring sen ikkalang. Hozir men militsiya chaqiraman. Keyin ikkalangni ham jazolayman. Keyin mendan xafa bo'ldi. Bu narsa qilib o'tirmalaring. Sen ifloslar meni. Men menga tegmayman. Sen qo'l izing tushgan. Men bitta senda mana mebelimni o'g'irlab ketmoqchi bo'ldilaring. Mana sen ikkalang. Men shofyorim kim bu? Endi hozir politsiya chaqiramiz, keyin hammasiga oydinlik kiritamiz. Iltimos, unaqa qilmang, aytib qo'y. Nima, sen meni nima qildinglar? Nima men sendan jazolamasligim kerak? Tak, sen nima turasan hozir? Yesishda to'xtalaring. Sana bitta rasmga olib qo'yaman, qani. To'xta. Qani, mana yuzing rasmga olindi, sen ham yuzing rasmga olindi. Mana shu turlaring olsanlar, agarda qochib ketsalaring, o'zlaringdan ko'rlaring. Mashina turibdilaring, men olib kelaman. Politsiyaga xabar beraman. Men bittalasam ham turibdi. Hop, qani 911. Glokka totdi. Allo, assalomu alaykum, nima xizmat? Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Короче, sizlarga bitta yomon xabarim bor. 97-qishloqda meni uyimda banditlar meni o'g'irlab ketdi. Keyin meni qanaqadir o'zligisining bazasiga olib borib, meni qamab, o'zligisi men uyimga kelib turib, mebellarimni olib chiqib o'g'irlab ketishmoqchi bo'lishdi va men ularning yuzini rasmga oldim va vaqtda to'xtatib, udan ushlab qoldim. Hozir bizning qishloqqa kelaverasizlarmi? Mayli. Hozir 5 minutda boraman. Aytgancha uyingizni
anaqa nomerini aytib olasizmi? O'sha yerga borardik aniqlagacha bilan. Hop. 82-uy. Bo'ldi. Hozir biz sizga o'zimizning shogirdlarimizni yuboramiz. Okey, mayli, rahmat. Tak. Bo'ldi va nihoyat obunachilar, men bu skat banditlarni o'zi nima olib ketgani politsiyaga kelyapti. O'zi ham bilan yuzini politsiyaning oldida oshkor qilaman. Tak. Mayli, unaqada politsiyaga kela qolsin. Xo'sh. Tak. U politsiyachidan kelishibdi-yu. Tak. Assalomu alaykum, aka, yaxshimisiz? Va alaykum assalom, yaxshi, rahmat. Nayt bo'y, sizmisiz? Men sizlarga xabar bergan, короче, tavsiya kerak o'zi mana. Sizni YouTube'da ko'rganmiz. Okey, o gap yo'lga boshlaylik. Короче, men bu ikkalasi meni uyimga kirib, короче, o'zi sizga temani o'sha mavzuni tushuntirsam boshdan. Xo'sh, eshitaman. Bu ikkalasi men bu maskaliga birinchi men eshigim taqillatdi. Keyin men tashqariga chiqqandan keyin orqamdan chiqib turib, keyin avtomat bilan menga anaqa qildi, qo'rqitdi-da, mashinasiga majburlab o'tkaztirib, bagajga solib, keyin meni qanaqadir o'zini maskaniga, bazasiga olib tashladi. Keyin nima desa bo'ladi? O'zi keyin qarasam, uyga keldim. Uyimda mebellarim yo'q. Men bu mebellarni mana yo'q olib chiqib, bular olib ketib nimadir qamoqchi ekan, bu maqsadini aniq bilmagan. Keyin men bilan vaqtda to'xtatib qolib turib, men bitga turg'izdirdim-da, keyin sizga xabar berdim, sizlar kelyapsizlar. Okey, sizga katta rahmat. Shunaqa vaziyatni vaqtida oldini olganingizga. Bu ikkalasi boshqa davlatlarda ham, ya'ni boshqa qishloqlarda ham shu ishni amalga oshirgan. Biz bularni topolmasdan yurgan edik. Hozir bularni biz mahkamaga olib borib, tergov qilib, shaxsiga oydinlik kiritamiz. Sizga katta rahmat vaqtida kelib o'qiganingiz uchun. Sizga ham kattakon rahmat. Mayli, Nightboy kontentlaringizga omad, YouTube'ni to'xtatib qo'ymang. Mayli, brat, sizga ham kattakon rahmat. Men ikkalasini nimadir qilaylik aytgancha, keyin mebelimni olib kirib berasizlarmi? Buguncha boshqa uyda yashab turasiz. Merdan so'rasangiz, sizga albatta bitta uy ajratib qo'yamiz. O'sha uyga kirib siz yashab tursangiz, ertaga mebellaringizni uyingizga olib kirib beramiz. Okey, mayli, rahmat. Sog' bo'ling. Tak. Bo'ldi, o'zi mayli, shunaqa paytda ham endi fermerlik ishlarni qilib olamiz-da. Merdan o'zi borib turib, uy so'raymiz. Keyin politsiyachilar oldiga qaytib kelamizmi yo'qmi bilmayman, aniq unisini. Tak, hozir men bilan bundoq qo'yaylik. Tak, normalniy. Okey. Va hozir mer oldiga borishim kerak. Tak. Xo'sh, janob mer, brat, nima gapli? Mer. Men seni brating emasman, aytmoy. Короче, uyimga o'g'ri tushganini bildingizmi? Qishloqqa politsiya kelsa xabardor bo'laman-da, конечно, jinnimisan? Yo'q, endi aytdim. Mana hosillarni shunaqa paytdan ko'ringiz yig'ib keldim. Menga bitta uy berar ekansiz, aytishdi. Politsiyachilar aytgandi. Короче, tak, eski uyiga borku qishloqdagi o'shanda yashab tur, hozirchalik hech kim yashamayapti. Ertaga keyin o'zingni uyiga qaytib olasan. Okey. Keyin mana bu narsalarni politsiyachiga berib qo'yarsiz. O'zingiz musodara qilib nodir ko'rsatadi. Okey. Men unda eski uyimga ketdim. Tak, adashmasam masjid bo'lish kerak edi. Shu. Ana eski narsalarim. Okey, mayli. Yashab turishimga yetadi hozircha. Tak. Mayli bo'ldi, videoni shu joygacha ko'rganingiz uchun barchaga katta rahmat. Keyingi video roliklarimizda ko'rishguncha bye.